Assalomu alaykum forex traderlar yoki traderga o'xshashni istaganlar. Bugungi videomizda ko'pchilikning iltimosiga asosan bitta strategiyani ko'rsatmoqchiman. Bu qanaqa strategiya? Aynan o'zimiz saytimda bor strategiya haqida. Ko'pchilik video tayyorlang. Video orqali mo'jid boshqacharoq bo'lar. Video qilishdan maqsad videoda mo'jid ko'pchilik boshqacha tushunar, yaxshiroq tushunar mo'jid. Harakat qilamiz video qilishga. Videoda saytda yozilmagan qo'shimchalar ham bo'lishi mumkin. Xullas, bugungi videoda vaqt ko'p ketmasin, ko'p ham gapirmay, aynan bizga sizlarga nima kerakligini tushuntirib o'tish. Bizga MetaTrader 4 terminali kerak bo'ladi. Time frame'imiz 1 soatlik time frame kerak bo'ladi va ikkita indikator. Ikkilovi ham moving average, ya'ni MA. To'liq qilib aytganda EMA bo'ladi. Qisqa qilib uni ichidagi nastroykalar bilan EMA deb nom beriladi. Bitta Fibonacci emas, Fibonacci o'rinlarini olamiz. Xullas, bizga qanaqa indikator kerak? Terminalimizga kiramiz. Terminalimizga kiramiz. Mana ikkita indikator turibdi. Bu indikatorni qanaqa qo'yamiz? Sizlarga shuni ham ko'rsatib o'taman. Qanaqa nastroyga qilishni ham. Mana grafikimiz pustoy, hech narsa yo'q. Svechali grafikdan boshqa hech narsa yo'q. Xullas, biza botdan yoki fayl qatorlaridan indikatori trendiy, ya'ni moving average. Endi buni nastroykalariga e'tibor beramiz. O'zini nastroykasida holida sizlarni terminallarda boshqacharoq nastroyka turgan bo'lishi mumkin. Biz bu nastroykalarni обязательно o'zgartiramiz. Birinchi nastroykamiz 18 qilamiz. Keyingisini exceptional tanlaymiz. Premier close bo'ladi. Permanent close. Rang qizil emas, ko'k qila qolaylik, kelinglar. Ko'k qilamiz. Sal qalinroq qilaylik, bizga yaxshiroq ko'rinishi uchun. Qalinroq. Endi keyingi indikator xuddi shu, ya'ni boshqacha nastroykada. 18 emas, endi 8 qilamiz. Qolganlariga tegmaymiz. Endi uni rangini qizil qilamiz. Mana ikkita indikator. Xullas, men sizlarga botda emas, hozir sal boshqa joyda tushuntiraman. Qanaqa bo'lishi kerak, qanaqa ishlanadi. Xullas, bizda ikkita indikator bor. Bittasi ko'k, ikkinchisi esa qizil. Xullas, bizga nima kerak? Ya'ni bizga qizil indikator, ko'k indikatorni yorib o'tish kerak bo'ladi. Qanaqa yorib o'tishi mumkin? Mana shunaqa yorib o'tgandan keyin bizga keyin signal qidirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni pastga. Sababi ko'k liniyamizdan qizil liniyamiz pastga yorib o'tdi. Shunda bizga svechalar kerak bo'ladi. Svechalarni chizishga harakat qilaman. Tushunarli bo'lish uchun svechaga ko'k svechalar berib chiqamiz. Ko'k rangli svecha. Aynan mana shunaqa yorib o'tgandan keyin bizga indikator yorib o'tgandan keyin qizil. Bizga undan keyin 20 punktli maksimum minimumdan bizga 20 punktli svecha kerak bo'ladi. Masalan, premier endi grafikda olib o'tadigan bo'lsa, kelinglar grafikda tushuntira qolay. Bizga ikkita indikator ishlanishi kerak oldin. Ko'k indikatordan qizil indikator yorib o'tib to'xtash kerak. O'shandan keyin svechada bizga kamida 20 punktli svecha kerak bo'ladi. Bu yerda 67 punktli, bu 67 punktli svechani olmaymiz. Sababi mashina o'zi svecha yorib o'tgan bo'lishi narxi tepaga ketib qolishi indikatorni yorib o'tishiga yordam bergan. Biz buni olmaymizda keyingi indikatorlarni olamiz. Keyingi indikatorga e'tibor bersak, mana maksimumda mana shu svechani tortaman. Mana shu maksimumda minimumgacha olib borsam,
20 punktli svecha ekan. 20 punktli svecha kamida bizga 20 punktli svecha kerak. Endi bu yerda biz qanaqa kirishimiz kerak va stop lossni qaqib qo'yishimiz kerak. Biz albatta stop loss bilan take profit bilan ishlatishimiz kerak. Tak, endi bizga ikkinchi instrument, ya'ni bu Fibonacci urug'ini kerak bo'ladi. Tak, Fibonacci urug'ini qayerdan olamiz? Hozir terminalimni kichkinaroq qilib qo'yganim uchun u ko'rinmayapti. Vstavka Fibonacci, liniya Fibonacci kerak bizga. Endi buni nima qilamiz? Agar bizga narx pastdan tepaga ketayotgan bo'lsa, biz Fibonacci'ni tepadan pastga tortamiz. Esingizda tursin, tepadan pastga. Agar signalimiz tepadan pastga ketayotgan bo'lsa, Fibonacci'ni pastdan tepaga tortamiz. Sababi hozir tushuntiraman qanaqa ishlantirilishi. Tak, bizga 20 punktli svecha, mana mana svecha, buni topib oldik. Endi biz Fibonacci'ni tizamiz. Tak, signalimiz bizga tepaga yorib o'tgani uchun, indikator tepaga yorib o'tgani uchun tepaga ishlashimiz kerak. Bizga 20 punktli svecha kerak. Xullas 20 punktli svecha bu. Eng maksimumdan eng minimumgacha bunaqaroq tortaman sal. Eng minimumgacha tortaman. Tortganimdan keyin Fibonacci o'rinlari chiqdi. Endi bunda qanaqa kiriladi? Bunda qanaqa kiriladi? Men hozirgina grafikga yaqinroq qilaman. Mana 20 punktli svechamiz. Xullas haygimiz eng svechamizning eng maksimal nuqtasi o'rinimizning 100-o'rinda turgan bo'lishi kerak. Eng minimumi 0 bo'lishi kerak. Xullas bizga 20 punktli svecha chiqqandan keyin biz keyingi svechada nima qilamiz? Keyingi svechada biz narx mana bu yo'lda yurgan bo'lsa, biz bu yoqqa buy stop orderini qo'yamiz. Yoki narximiz mana shu o'ziga kelib turgan bo'lsa, imенно mana shu narxdan, ya'ni 12.64 dan biz buyga kiramiz. Biz bu yoqda buy stop qo'ygan bo'lishimiz mumkin edi agar bu yoqda yurgan yoki imенно mana shu o'zida buy qilamiz. Endi stopni ikkinchisi, stop lossni qaqib qo'yishimiz kerak. Aynan mana shu kiradigan, aynan mana shu signal berayotgan svechamizning eng minimumidan biz stop loss qo'yishimiz kerak. Ya'ni o'rinimizning 0-o'riniga, Fibonacci 0-o'riniga stop loss qo'yamiz. Tak, demak, mana maksimumdan biz buyga kiramiz. Stop loss qo'yadigan joyimizni topdik. Endi qaqqacham boradi? Qaqqacham Fibonacci'ning qatigacha take profit qo'yishimiz kerak. Kamera boradigan nuqtasi bu bo'ladi. Fibonacci o'rini 160/8 ga, undan keyingi o'rin 260/8 gacha. Biz eng oladigan take profitimiz bu sistemada Fibonacci'ning 100-o'rindan kirgan bo'lsa, bizning take profitimiz doim 260/8 ga take profit qo'yamiz. Stopimiz o'rinni 0 ga qo'yamiz. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, narx borgan, pastga ham yurgan, keyingisida yana tepaga yurgan, undan keyingi svechada take profitimizga borgan. Mana sistema mana shunaqa ishlaydi. Tak, endi hozir buyga ishlagan bo'lsak, kelinglar endi biz sellga ishlashni topamiz. Tak, Fibonacci'ni udalib qo'yamiz. Masalan, surilamiz. Keyingisida nima bo'lgan? Xo'p, mana indikator 18 dan yorib o'tgan. Yorib o'tgandan keyin bizga 20 punktli svecha kerak bo'ladi. Ya'ni maksimum bilan minimum olganda 20 punkt bo'lishi kerak. Mana bu svechamizni olsak, 20 punktga yetar yetmas bo'lib turibdi. Почти ozgina qolyapti. Eng yaxshisi 20 punktligini olganimiz yaxshi. Mana bu ham 20 punktli emas.
bunisi ham ko'rinib turibdi o'zi. Endi bunisini olamiz. Bunisi ham emas. Keyingisini olamiz. Bundan kattarog'ini. Ana bizga endi 32 punkt. Bu svechamiz, mana bu svecha 32 punkt bizga beryapti. Endi biza pastga ishlashimiz uchun Fibonacci'ni olamiz-da. Fibonacci urinimizni olamiz, pastdan tepaga tortamiz. Mana minimumdan maksimumga tortyapman. Sal urinimizni ko'rinish uchun, keyingi urinlarni ko'rish uchun sal urinni bu yoqqa tortaman, chaproqga. Tak, ana endi ko'ramiz. Biz bunda qanaqa kirishimiz kerak? Stop lossni qaqib qo'yishimiz kerak. Stop loss обязательно Fibonacci urinni 0 ga qo'yamiz. Kirish nuqtamiz Fibonacci'ni 100-o'rindan. Ya'ni endi qanaqa kiramiz? Biz mana shu yerda sell stop qo'yib kiramiz. Yoki narximiz bu yoqqa kelib bo'lgan bo'lsa, endi stop loss sell stop qo'ymagan bo'lsa, shunda ochish imkoniyatini bo'lsa, riskga kirgan yaxshi. Agar o'tib ketgandan keyin kirmagan yaxshi. Yoki ozgina qaytishni kutish kerak iloji boricha. Xo'p, endi biz grafik suramiz. Nima bo'lganini ko'ramiz. Bu yerda ko'rinib turibdi. Uje sell stop orderimiz ishlagan. Yo'g'i nima bo'ladi? Pastga ketadimi, tepaga ketadimi hozir ko'ramiz. Tak, pastga ketyapti. Dalish ketyapti. Ya'ni ketyapti. Stop loss take profitni qaqib qo'yishimiz kerak edi biza. 121.8 ga emasda, undan keyingi o'ringa, ya'ni 261.8 o'ringa qo'yishimiz kerak. Biz grafikamizni suramiz, nima bo'lar ekan. Tak, ko'rinib turibdi. 161 gacha tushgan, bu yoqqa yetib bora olmagan. Bu yoqgacha nima bo'lgan? Borganmi yo'qmi hozir ko'ramiz. Birgalikda grafikka yaqinlashdim. Pastga tushgan, yana yurgan, yana mana shu take profitimizga borgan ekan mana. Ya'ni necha punkt? Tak, 52 punkt take profit. Stop loss'imiz-chi. Stop loss'imiz 32 punkt. Ya'ni почти 1 ga 2 desek ham bo'ladi yoki 1 ga 1.5 desek ham bo'ladi. Ana ajoyib sistema, tayyor sistema, iloji boricha kech o'tib ketgan bo'lsa, masalan, narxlar mana bu yerda yurgan bo'lsa, kirishga maslahat bermayman. Aynan shu 100-o'rindan kirishga harakat qilinglar. Yoki uje ozgina borib qoladi, uje boradi bu yoqqacha degan narsani umuman unutinglar. Hech qachon sistema qanaqadir ham sistemangiz ishlab kirish, qanaqadir ham sistema bo'yicha ishlayotgan bo'lsangiz, qayerda kirish kerak, qachon boradi deb ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha bo'yicha ishlang. Kech qolgan sistemalarga, kech qolgan signallarga kirishni maslahat bermayman. Tak, yana biz davom ettiramiz ozgina. Yana bitta signal ko'ringlar sizlar bilan. Tak. 8 indikator, 18 indikatori yorib o'tgan. Bizga endi 20 punktli svecha kerak bo'ladi. Tak, 20 punktli svecha mana ham 26 desek ham bo'ladi. Fibonacci'ni tortamiz. Kirish nuqtamiz 100 dan. Stop loss'imiz 4-o'ringa qo'yamiz. Shunday ko'rinib turibdi. Agar sellimiz ishlagan bo'lsa, sell stop qo'ygan bo'lsa, sellimizni olganda ozgina tushgan, ko'p emas, keyin dalshi qaytib stop loss'imizni olgan. Hechqisi yo'q. Stop loss'lar bilan обязательно ishlaymiz. Har bitta sistema doim take profit ham olib kelavermaydi. Buni o'rganishimiz kerak, buni tan ham olish kerak. Ko'pchilik 100% ishlaydigan sistemalarni xohlaydi. Bunaqa sistema yo'q, bo'lishi ham mumkin emas. Xullas, tayyor sistema bo'lsa, o'shani mukammallashtiringlar. Обязательно sistemalarda stop loss bo'lishi kerak. Mana bu yerda hozir biz ko'rib turganimiz stop loss ishlagan, bu normalniy. Biz keyingi endi svechani yoki keyingi signalni topish, keyingi signalni harakat qilamiz topishga. Tak, buni udalit qo'yamiz. Endi indikatorni o'chirib yuboribman.
toza qo'yib qo'yamiz yana boshqa taraf. Tak, 8. Endi bu yerda nima bo'lyapti? Yorib o'tgan 20 punktli svecha kerak, lekin yana 8 pastga svechaga 8 indikator 18 yorib o'tgan. Bizga pastga signal kerak. Bu yerda ko'rinib turibdi, hammasi 10 punktli svechalar. Endi keyingi svecha. Keyingi holat 8 18 yorib o'tgan. Endi bizga 20 punktli svechalar kerak. Xo'p, buni olamiz. Mana ko'rinib turibdi, 25 punktli svecha. Biz nima qilamiz? Albatta Fibonacci'ni olamiz. Maksimumdan minimumgacha tortamiz. Fibonacci hech qayerga tegmayman, hamma narsa o'ziniki. Tak, xullas, biz buy kiramiz. Bu yerdan buy stop yoki narx mashtoziga kirsak buy kirsak bo'ladi. Tak. Endi stop lossimizni Fibonacci 0-o'ringa qo'yamiz. Mana bu yerda ko'rinib turibdi. Signalimiz ishlagan, buyimiz ishlagan. Ozgina vaqt o'tgandan keyin take profitimizga borgan. Take profitimizni kamida 261.8 gacha qo'yamiz. Endi bir xilla bor. Undan keyingi o'rinni kutish mumkin, Fibonacci borish mumkin. Maslahatim kimdir ham kattaroq lot yoki kamida 0.02 lik lot ochib, qolganini botda yopib borib, qolganini 261.8 da yopib, yarmini 261.8 da yopib, qolganini qoldirish kerak. Balki keyingi qoldirgan raqamiz 423.6 gacha borishi mumkin. Agar yarmini yopadigan bo'lsak, biz stop lossimizni bizga ochgan joyimizga qo'yishimiz kerak, ya'ni bezu bitkaga qo'yishimiz kerak. Xo'p, bu yerda take profitimiz ishlagan. Ozgina ko'ramiz nima bo'lgan. 423 ga borganmi yoki shu yerdan qaytib ketganmi? Yo'q, hali qaytib ketganmi yoki ko'tarilib ketganmi noma'lum. O'sha bugungi kunga to'g'ri kelib qopti. Hozir men videoni dam olish kuni, bozor ishlamaydigan kuni tayyorlab o'tirdim. Yog'iga ko'ramiz, lekin bizning signalni olib bo'lganmiz. Xullas, video sizlarga yoqadi deb o'ylayman. Hamma narsani tushuntirdim deb o'ylayman. Yana qanaqadir ham talab, taklifinglar bo'lsa, mana shu kommentatorda qoldiringlar. Ko'proq nima haqda video xohlaysizlar? Biz tushunarli qilib, o'zbekcha qilib, xudo xolisa sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, do'stlaringlar bilan ulashinglar, like kutib qolaman. Rahmat, hammaga omad, daromad qilishni davom etaveringlar.